Ko'pchilik zamokni domofonga ulash to'g'risida video qilishni so'raganda, mana shuni hisobga olib, shu videoni qilishga qaror qildik. Bizda demak, ichkariga qo'yiladigan panel, tashqariga qo'yiladigan panel va elektromexanik zamok bor. Elektromagnitniy zamok bor, elektromexanik zamok bor. Demak, bunda ishlash prinsipi. Demak, mana vizivnoyni ochyapman, ko'rinadi va mana ko'ryapsiz, zamok knopkasini bossam ochadi. Demak, ishlash prinsipi tok ta'sirida mexanik движение bo'ladi. Hikoya shunda, elektromexanik zamokni ulash uchun shu sxemada qilinadi. Qarang, zamokdan ikkita kabel chiqib turibdi. Ya'ni ko'ki plus, oqi minus. Hozir bu yerda tushunmasligingiz mumkin, lekin alohida sxema bo'ladi, shu payt zo'r tushunib olasiz. Lekin baribir aytib o'taman. Qarang, e'tibor bering, bu vizivnoy panel. Vizivnoy panelni orqasida har bitta kabel uchun bunaqa markirovka qilingan. Masalan, bu yerda brown, black deb yozilgan, ya'ni jigarrang va qora deganimiz qanaqadir тревожный vxod ekan. Demak, bu kabellarning hammasi тревожный vxodga ekan, bizga bu kerak emas, ishlatmaymiz. Vizivnoy panelimiz уже poya orqali yoki bunaqa pitaniya orqali уже o'zida pitaniya bor. Tak, buni ulashni menimcha qiyin emas topib olish. Endi bizga kerak именно elektromexanik zamok. Elektromexanik zamokni ishlatish uchun bizga bu yerda ikkita klemma kerak bo'ladi. Birinchisi COM, ikkinchisi NO yozilgan. Ya'ni NO birga yoziladi, ya'ni normal open agar to'liq aytadigan bo'lsak, ya'ni bu degani normal holatda ochiq turadigan klemma. Rost eslab qolish uchun oson bo'ladi, shuni tushunsak ma'nosi. Tak, bu demak buni shu markirovkasiga qarab qaysi rangligini bilib olamiz. Demak, bu yashil markirovkasiga qaradik. Yashil bu COM ekan. Ko'k bo'lsa, mana ko'k. Bu NO ekan, ya'ni normal open ekan. Tak, demak, общий qisqacha zamokdan plus chiqqan ko'k va kelib mana ko'ryapsiz, NO ga ulangan. NO ga ulangan. Zamokdan minus chiqqan kelib qoraga ulangan. Qora deganimiz bu qo'shimcha blok pitaniyamiz, ya'ni 12 volt 2 amper hozir bu yerda. Qoraga ulangan, ya'ni bu qora deganimiz bu blok pitaniyadan kelib turgan minus. Blok pitaniyadan kelib turgan plusimiz esa COM-ga ulangan, mana yashilga. Hozir bu yerda podrobniy sxema bo'ladi, sxemada osonroq bo'ladi. Lekin общий logikasi shunaqa. Tak, yana eslataman. Demak, elektromexanik zamok uchun, demak, bu yerda COM va NO klemmasi ishlatilganmiz. Xo'p. Hozir men bu yerda ochib ko'radigan bo'lsam, mana sezgan bo'lsangiz, bu yerda vaqti juda tez, ya'ni где-то 1 sekund, 2 sekund oralig'ida yopilib qolyapti eshik. Shu vaqtni to'g'rilasa bo'ladimi? Ha, to'g'rilasa bo'ladi. Hozir uni nastroykasini ko'ramiz. Buni nastroykasi именно buni ichiga kiramiz. Mana vizivnoyni ichiga kirib, ichida vaqtni to'g'rilab qo'yadigan joyi bor. Uni ham ko'rsatamiz. Buning uchun bizga batch yoki IVMS programmasi kerak bo'ladi. Tak, batchni ochaman va mana 81.2 vizivnoy panelimiz. İçiga mana nastroykasiga kiraman. Shunaqa oyna ochadi. Va chap tarafda intercom bo'limini ochib, access mana bo'limiga o'tsam, ichida mana eshikni, именно zamokni nastroykasi bor. 1 sekund turibdi. Agar men buni 6 sekundga qo'yib saqlanib qilsam,
Demak, zamogimiz ochilgandan keyin 6 sekund davomida o'zining ochiq holatda ushlab turadi. Undan keyin yopiladi. Hozir vaqtni o'zgartirdik. Endi zamok tekshirib ko'ramiz, yana qarang. Bosib ochaman. Ochsam 1 2 3 4 5. Примерно 5 sekundda yana yopiladi. Va eng oxirida bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Elektromagnitli zamok bo'lsa, NO emas, ya'ni normal open emas, normal close ishlatiladi. Sxemasini hozir ko'rib turibsiz.